Endi bir duoya xayr qilaylik. Ya Rob, gunohkor qo'limizni ko'tarib, seni ismlaringni yod olib, senga zikr qilib so'raymiz. Ya Rob, ya Rob, ya Rob, ya Rob. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ahad, ya Samad, ya Qahhar, ya Razzaq, ya Mannan, ya Wahhab, ya Ghafur, ya Karim, ya Aziz, ya Ghani, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Hannan, ya Mannan, ya Zal Jalal wal Ikram, ya Rabbil Alamin. Sen yuborgan dinni qabul qildik. Amantu billahi kama huwa bi asmaihi va sifatihi va qabultu jami'a ahkamihi va arkanihi ya Rabbil Alamin. La ilaha illalloh azimul halim. La ilaha illalloh rabbul arshil azim. La ilaha illalloh rabbus samawati rabbul ardi rabbul arshil karim. Ya Rob, gunohkor qo'limizni ko'tarib sendan umidvor bo'lib so'raymiz. Sen va'da qilding. Qaysiki bir farzand ota-onasini haqqiga mendan duo qilib so'rasa, men bu bandamning duosini qaytarishdan uyalaman deding. Ya Rob, bizni ota-onamiz bor edi. Bizi bu quvonchli kunlarimizni ko'rmasdan bu foniydan abadiyga o'tib ketdi. Qilayotgan duolarimiz, kelgan ziyoratlarimizni hisobidan ularning qabrini keng qilgin. Muhosabalarni oson qilgin. Jannat bog'chalaridan bir bog'chaga aylantirgin. Ya Rob, bizni ham yoshimiz ulg'ayib qoldi. O'g'il, qiz, nevara chevarlarimizni ko'rki xonadonda nasihatgo'yi bo'lib, uzoq davr ularning rohatini ko'rib duogo'yi bo'lib turishimizni nasib ro'ziga aylagin. Ya Rob, gunohlarimiz bor, kattasi bor, kichigi bor, maxfiysi bor, oshkorasi bor, avvalgisi bor, oxirgisi bor. Barchasiga tavba qildik. La ilaha illalloh, nastag'firulloh, nas'alukal jannata va na'udhu bika minan nar. Astaghfirullohal azim va atubu ilayh. Allohumma inni affan. Ya Rob, sendan so'raymiz, gunohimizni kechirgin. Ya Robbil Alamin, duolar ijobat bo'ladigan makonda kelib so'raymiz. Allohumma ya Hayyu ya Qayyum, ya Hannan ya Mannan, ya Zal Jalal wal Ikram. Barchamizni kechida kunza bo'ladigan arodiy va samoviy balolardan, jinni shaytonning vasvasasidan, yomonlar sehr jodi makri hiylalaridan, bevaqt o'limdan, qurut tuhmatdan o'zing saqlagin. Ketar vaqtimizda iymon nuri bilan dunyodan qaytishni nasib qil. Ey Allohim, o'g'il qizlarimiz ichida uylaymiz deganlarimiz bor. Ularning o'zlariga mos, o'zlariga xos juftini nasib qil. Ularga baxt saodat bergin. Vujudidan dunyo keladigan farzandlarni bekamni ko'z ochiqchasiz solih o'g'il qizlarning